Kofeni shakarsiz ichadigan tanishlar bormi? Kommentariyada qoldiringlar, kim qanaqa kofeni yaxshi ko'radi. Xullas, bugungi obzorimizda detskiy komplektimiz Xitoyniki va o'zimizda ishlab chiqargan sex kravatlarimiz. Xo'p, birinchisi narxi 700 ming, razmeri 90 ga 2 metr. 205 ga 90 sm, narxi 750 mingdan ikkita bir xili bor. Sostanasi yaxshi, xudo xolasa. Detskiy Xitoyda ishlab chiqargan spalning garniturimiz, shkof yo'q. Bitta tumbuchkasi, 130 lik kravati, yuzlar polni shifon qilingan 100% MDF dan. Xo'p. O'zini pisminiy stoli bor. Razmeri 120. Stol ustlari, yuzlari polni shifon qilingan. O'zini komodi bor, trimosi. Razmeri 120. Sostanasi chotki, tortmalarning ichini ochib ko'rsangiz, hammasi polni yog'ochdan qilingan, o'zini emblemalari bor. Xitoycha yozilgan Chang Chung Ching. To'g'risi tushunmayman nima deganimni o'zim ham. Xullas, matras eng qimmat Volodan zakaz qilib matras yasatilgan chotki mebelimiz. Narxi kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz, chiroyli narxda qilib beramiz.